Bu xonadon egalaridan hozirgina so'radim. Aka, asosiy shitingizni o'zgartirish qilganimizdan so'ng elektr energiyaga bo'lgan to'lovingizda ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'ldimi dedim. Sezilarli darajada bo'ldi dedilar. Vaholanki hali yozni chillasi kelmadi. Butunlik konditsionerdan foydalanmayaptilar. Shunda ham 500 ming 600 ming ekonom qilibdilar. Oldingi holatga ko'ra hozir kamroq to'layaptilar. Bunga sabab biz shitni o'zgartirish qilib berganmiz. Nimalar qilib berganmiz? Qisqacha tushuntirib o'taman. Ungacha siz like, podpiska esdan chiqmasin. Mana shu limit oshib ketdi, uje 1,5 mingdan to'layapman, vaqti qiynalib ketdim elektrga to'laverib. Konditsionerni ham uje yoqishga qo'rqib qoldim degan tanishlarga srochno tashlab qo'yinglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Bu shitimizni eski holati, hozir esa mana bunday. Ikkita sho'chik oldindan bo'lgan, ya'ni bu ham bo'lgan. Boshqa liniya, bu boshqa liniya. Shunchaki aver vazifasini bajargan. Aver ham yaxshi ishlamagan, kuyib qolgan vaqt o'tgandan keyin biz buni 15 kun birinchi liniya, 15 kun ikkinchi liniya ishlagan qilib berganmiz. Ya'ni almashib o'zi avtonomni ishlaydi. Hamda nomodda birinchi liniyada turgan taqdirda birinchi liniya ketib qolsa, ya'ni tarmoq ketib qolsa, avtomatik tarzda ikkinchisiga o'tadi. Birinchisi kelsa, yana o'z holiga qaytadi. Shunda biz ikkala sho'chikdan rus tilida aytganda polnotsenni foydalana olamiz. Avvallari birinchi tarmoqni o'zidan elektr energiya iste'mol qilingan. Qachonki bu ketsagina bunga o'tadigan holatda bo'lgan. Hozir ikkalasidan ham almashib ishlaydi. Xudo xolasa yoz chillalarida o'rtacha 1 million, 1,5 million oyiga ekonom qilib ishlatadilar, xudo xolasa. Sizga ham xuddi shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, marhamat murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli, akkuratni qilib beramiz. Faqat iltimos hamkasblar sxemasini so'ramanglar, chunki buni sxemasi yo'q. Buni o'zimiz o'ylab topganmiz. Shunchaki yuzaki tushuntirib berishimiz mumkin, ammo detalni tushuntirib bera olmasligimiz mumkin. Ish jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bosdim.